Bismillahirrohmanirrohim. G'arb o'lkalaridan birida bir yigit otasiga kelib, g'arb mamlakatlarida men deydi, dada deydi, falonchiga uylanmoqchiman deydi. Falonchi qizga desa, otasi qarab turib, unga uylanma deydi. Nimaga desa, bu seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Oradan qancha vaqt o'tibdi? Bu bo'lgan narsa bu. Bu bo'layotgan narsa bu. Va bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Boshqa qizni yaxshi ko'ribdi, xullas. Ko'riladi, yaxshi ko'rishlik временный narsaligini. Boshqa qizga ish tushibdi, falonchiga uylanmoqchiman desa, otasi qarab turib, unga ham uylanma debdi. Nimaga desa, u ham seni bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bemalol fahsh. Fahsh bemalol. Qo'l berib ko'rishlik oddiy bo'lsa, ularda fahsh shunday bo'lib ketgan. Uchinchi qizga borsa ham otasi uchinchi qizni ham shunaqa deydi. Bunda kim uylanadi? Onasiga kelib, otasining gapidan shikoyat qilib, onangga borib uylanaman desam, to'kinchiga borib uylanaman desam, u seni singling bo'lib qolishi mumkin. Uylanma deyapti desa, onasi, ha uylanaver deydi. Nimaga desa, sen ota-ona bolasi emassan.